Assalomu alaykum, Ne'matjon vet YouTube kanali obunachilari. Sizlarga hozirgi kunda qishloq xo'jalik hayvonlarida bo'g'ozligini aniqlash usullari haqida batafsil gapirib beraman. Xo'p. Birinchi keladigan usulimiz hayvonlar asosan 5 oylikdan yuqori tekshirmoqchi bo'lsangiz, hayvonni masalan orqa tarafidan o'ng taraf, mana bu o'ng tarafdan o'tib, mana sohada musht bilan ko'rilganda toshday narsa qo'lingizga tegadi. Bola borligi aniqlanadi. Agar qisir holat kuzatilsa, bo'm-bo'sh mana hech nima bilinmaydi. Xo'p, ikkinchi usul hozirgi kunda veterinariya aptekalarida test mavjud. Bor yo'q 10 ming so'm. 10 ming so'm test yordamida iyligidan olib aniqlasa bo'ladi. Uni ham faqat 2 oylikdan yuqori. Keyingi usulimiz hozirgi 21-asrda yashayapmiz. Zamon rivojlangan, texnologiya rivojlangan. Uzay apparati bor. Hayvonlarimizda kichik hayvondan boshlab to qoramol, otgacha. Uzay apparati yordamida aniqlasa bo'ladi. Uzay apparat afzallik tomoni shundaki, 4 haftalikda aniqlasa, bemalol aniqlasa bo'ladi. Xo'p, keyingi usulimiz buni ko'pchilik o'sha akalarimiz, vet doktor akalarimiz bilishadi, rektal usul. Rektal usul yordamida 2,5 oylikdan aniqlasa bo'ladi. Professional vet doktorlar 2,5 oylikdan boshlab bemalol aniqlab biladi. Xo'p, agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bizda hamma texnikalar mavjud, uzay apparatimiz ham bor. Maslahat kerak bo'ladimi? Bemalol murojaat qilaveringlar. 24 ga 7 aloqada biza. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosinglar. Xo'p, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biza sizlar xalq xizmatida biza charchamaymiz, hech qachon yangilik qilishda davom etamiz. Faqat sizlardan qo'llab-quvvatlasalaringiz bo'ldi. Boshqa hech nima so'ramaymiz, talab qilmaymiz. Barchalaringizga rahmat. Yoqimli prosmotr omadi.